Проп-трейдинг — это лучший способ расти, не имея собственного большого капитала, и торговать с минимальным личным риском. Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzu prop kompaniya haqida bo'ladi. Bu o'zi nima, qanday ishlaydi, nima uchun ko'pchilik treyderlar prop kompaniyalarga o'tyapti, hammasini tushuntirib beraman. Prop kompaniya nima u? Bu o'z kapitalini treyderlarga ishonib topshiradigan kompaniya. Oddiy qilib aytganda, siz o'zingizni pulingizni xavfga qo'ymasdan kompaniyani kapitali bilan savdo qilasiz. Siz foyda qilsangiz, ma'lum bir qismini prop kompaniya oladi, qolganini siz olasiz. Qisqa qilib aytganda, sizga challenge beriladi, ya'ni test beriladi. Ikkinchi etap, birinchi etap, siz birinchi etapda 8% prop kompaniyaga daromad qilib berishingiz kerak. Ikkinchi etapida 5% daromad qilib berishingiz kerak. Agar limit beriladi, ya'ni risk management cheklangan, ya'ni risk cheklangan bo'ladi. Kunlik loss bilan sizga maksimum loss beriladi. Buni hozir prop kompaniyani saytidan hammasini birgalikda ko'rib chiqamiz. O'zim hozir foydalanayotgan prop kompaniya bu Fundnext. Pulingizni muammosiz yechib beradi. Sizlarga ham ishlashni tavsiya qilaman. Telegram kanaliga silkasini joylab qo'yaman. Registratsiya qilish silkasini. Bemalol o'tib foydalansangiz bo'ladi. Agar meni linkim orqali kiradigan bo'lsangiz, pulingizni 110% ni qaytarib berishadi. Hop, endi saytga qaytamiz. Hop, ko'radigan bo'lsak, link orqali kirganinglardan keyin shu saytga kiradi. Hop, bu yerda 95% gacha ulush olsangiz bo'ladi. Ya'ni 95% sizga, 5% prop kompaniyaga foyda. Ya'ni foyda qilganingiz. $300,000 gacha akkaunt olsangiz bo'ladi. Challenge 24 soatda holatlangan mukofot. 24 soatgacha pulingizni tashlab beradi va keyin vaqt chegarasi yo'q. Ya'ni challenge olganingizdan keyin xohlagan paytingizgacha o'tsangiz bo'ladi imtihondan. Hop, bu yerda Trustpilot'dagi revyulari, buni ko'rib chiqsangiz bo'ladi kirib. Bu yerda pastroqga tushadigan bo'lsak, bu yerda platformalar bilan tanishsangiz bo'ladi. MetaTrader 5 ta savdo qilsangiz bo'ladi. MetaTrader Tor, CTrader, MatchTrader. Hop, MatchTrader bilan CTraderga pul talab qiladi menimcha qo'shimcha. Menimcha $7 bo'ladi. Buni ham hozir ko'rsatib o'taman. Hop, keyin kafolatlangan to'lovlar. 24 soat ichida sizni pulingizni tashlab bermaydigan bo'lsa, sizga qo'shimcha $1000 to'lab beradi. Pastroqga tushadigan bo'lsak, challenge'ni narxlarini bilsak bo'ladi. Bu yerdan 6K dan 200K gacha challenge sotib olsangiz bo'ladi. Bu ikki etapli, bu yerda ham tanlasangiz bo'ladi. Stellar 2 bosqichli, bir bosqichli ham olsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta imtihon bo'ladi unda. 2 bosqichli olganingiz yaxshiroq. Narxi ham pastroq bo'ladi. Hop, 6K ni narxini ko'radigan bo'lsak, $60 почти. 15K da $120, 25K $120, 50K $300, 100K $550, 200K $1000. Hop, o'sha aytib o'tgandek, siz challenge'da olganingizdan keyin ikkita imtihon beradi. Ya'ni masalan, siz 100K oldingiz deylik. 100K da bir bosqichli o'sha challenge'ni bir bosqichidan o'tishingiz uchun siz propga 8% daromad qilib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 100K propda 8% $8000 bo'ladi. Siz $8000 foyda qilganingizdan keyin sizga ikkinchi imtihonni beradi. Ikkinchi imtihonda mana ko'rishingiz mumkin 5% daromad qilishingiz kerak bo'ladi. Bu hammasida shunaqa, mana 8%, 8%, 5%, 5%, 6K da ham 200K gacha. Hop, 5% deganda 100K dan o'tganingizdan keyin masalan 5% $5000 bo'ladi. Siz ikkinchi imtihonda $5000 qilganingizdan keyin sizga master akkaunt beradi, ya'ni real akkaunt. Siz undan qancha foyda qilsangiz, 80% ni o'zingizga olasiz, 20% prop kompaniyaga. Xo'p, o'sha aytib o'tganimdek, boshida risk management cheklangan bo'ladi. Sizga daily loss bilan maksimum loss beradi. Ya'ni kunlik yo'qotish maksimal yo'qotish beradi. Masalan, 100K siz olgansiz. Agar siz maksimum 10% minus qilsangiz, 100K da 10% $10,000 bo'ladi. Agar maksimum $10,000 qilsangiz, sizda prop top qo'yadi. Ya'ni propingiz kuyadi.
Xo'p, daily loss deganda kunlik loss, kunlik yo'qotishingiz. Kunlik yo'qotish bu hammasida 5% dan 5% bu 100 da $5000 bo'ladi. Agar siz bir kunda $5000 yo'qotsangiz, akkauntingizda olib qo'yadi. Xo'p, bu yerda yangilik savdosi, yangiliklarda savdo qilsangiz bo'ladi. Faqat 15 minut oldin stelka ochishingiz kerak и 15 minut keyin yopishingiz kerak, yangilikdan keyin. Bu yerda mukofot, ya'ni profit split 95% gacha daromad olsangiz bo'ladi. Bu qo'shimcha pul talab qiladi. Boshida aytib o'tgandek, minimal savdo kunlari. Ko'pchilik shunga tushunmas ekan, minimum trading days. Bu minimum trading days deganda, aytaylik siz prop olgansiz, bir kun ichida o'tib qo'ydingiz propdan. Bir kunda sizga ikkinchi etapni bermaydi, siz 5 kun kutishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 5 kun ichida trading kun ichida sizga ikkinchi etapni beradi. Xo'p, birinchi qaytarib olish, ya'ni withdraw, payout qilishingiz 21 kundan keyin bo'ladi. Ya'ni sizga real shot bergandan keyin, imtihonlar hammasidan o'tib bo'lganingizdan keyin 21 kundan keyin payout qilsangiz bo'ladi, ya'ni pul yechsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda pulingizni qaytarib berishini aytgan, ya'ni to'lagan pulingizni qaytarib beradi imtihondan o'tganingizdan keyin. Hop, yana qo'shimcha. Xo'p, ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, mana masalan, siz 100 ni tanladingiz, meni linkim orqali kirgan bo'lsangiz, sizga bonus beriladi. Masalan, 100 olmoqchisiz, get planni bosib, bu yerdan MetaTrader 5 da ishlamoqchi bo'lsangiz, MetaTrader 5 ni belgilab, almashtirish turi, bu qo'shimcha to'lov bo'ladi. Buni belgilamaganingiz ma'qul. Xo'p, 95% gacha profit qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 5% prop kompaniyaga, 95% o'zingizga. Bu qo'shimcha plus 30% bo'ladi. Buni ham belgilamaganingiz ma'qulroq. Pastda 150% mukofot, plus bunga 10% qo'shiladi. 2 martada buni 2 marta tushunmadim. Hop, chiqishini belgilamaganingiz ma'qul. Shuni bosib turib, boshlashga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerdan emailingizni kiritasiz. Men o'zimni emailimni kiritganman. Next bosganingizdan keyin siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi oldin. Xo'p, ro'yxatdan o'tadigan bo'lsak, birinchi ro'yxatdan o'tib olasiz. Bu yerda loginni bosib, tizimga kirishni bosganingizdan keyin pastda register tugmasini bosasiz. Registrda bosganingizdan keyin bu yerda hamma ma'lumotni kiritib bo'lganingizdan keyin Gmail ochganingizdan keyin o'sha planga o'tasiz. Hop, get planni bosib, hammasini o'zingizga kerakli bo'lgan narsalarni bosib boshlashga o'tganingizdan keyin bu yerda emailingiz chiqadi. O'sha registratsiya qilgan emailingiz, bu yerga kodini kiritasiz. Kodini kiritgandan keyin next'ni bosamiz. Hop, keyin to'lovlarga o'tadi. To'lovlardan o'sha Visadan olsangiz bo'ladi, Mastercard, Apple Pay, qolgan to'lov anaqangizni bosib bemalol olsangiz bo'ladi. Hop, menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish, kommentariya yozish esingizdan chiqmasin. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozsangiz bo'ladi, javob berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat.